videoni o'tkazib yubormay turing, ko'rganingizga arziydi. Bizga 10 yasharli bolani protez oyog'i kelgan. Hech kimni bolasi oyog'idan ayrilmasin. Bu akamiz o'g'illarini oyoqlariga shu protez yasattirishgan. Qanchadir muddat o'tgandan keyin mana bu joydan ko'chib ketgan. Buni gaykasi mana bu karbon ekan. Shu joydan ko'chib ketyapti. Buni asobiy o'zini tuzatadigan joyiga murojaat qilishgan ekan. Buni qaytib remont qilib berishlikdi. 8 million deyishibdi. Akam bunaqa pulim yo'q hozir. O'g'lim uyda o'tirib qolyapti. Ha, uzib olamiz. Akamiz unaqa pulim yo'q hozir. O'g'lim qo'ymayapti. Shu oyog'imni tezroq tuzatib bering. Men ham ko'chaga chiqib o'rtoqlarim bilan o'ynay deb uyda siqilib qolyapti deyishdi. Shuni ilojisi bo'lsa chiroyli qilib o'zingiz baquvvat qilib bering deyishdi. Shuni to'g'risi o'zi bu bizning ishimiz emas. Qo'limdan kelishiga ham juda ishonganim yo'q, lekin shu 10 yasharli bolachani o'yladim. Uyda o'tirib siqilib o'tirganligini o'ylab, keyin bir tomondan to'g'risi rahmim keldi. Shuni qanaqa qilib bo'lsa ham shu baquvvat qilib chiqishlikni o'ylayotibman. Bir kun bo'ldi olib qo'yganimga. U aka telefon qilyotibdi, bitdimi? U akamiz telefon qilyaptilar. Bitib qoldimi deb. Buni qanaqa qilishlikni o'ylayapman xolos. O'zi juda aqlim ham yetgani yo'q. Qanaqa qilishlikka? Mana shu narsa karbon kilaylab qo'yishgan, lekin ko'chib ketyapti joyidan. Shuni mana shu gaykasini shu karbonga mahkamlab berishim kerak, shu chiqib ketmaydigan bo'lib. Xudo xolasa buni Xudo xolasa buni chiroyli qilib bitirib qo'yishlik yo'lini, qotirishlik yo'lini o'yladim. Buni videosini qo'yamiz ertaga. Agar akamiz ruxsat bersalar, agar tashlab bersalar, videosini tashlab bersalar akamiz. Agar akamiz videosini tashlab bersalar, o'sha mana shu protez oyoqni qo'yib yurgan videosini ham qo'yamiz xudo xolasa. Ruxsat bersalar. Mana. Yana nima deyish mumkin? Ha, demdek buralar ekan bu ham. Olyaptimi hali ham? Xudo xolasa chiroyli qilib bitirib beramiz. Qo'limizdan kelgancha baquvvat qilib 10 yasharli bolamiz xursand bo'lib qolsa bo'ldi. Bitgan videosini ham qo'yib boraman xudo xolasa. Ko'rib baho berasizlar. Bo'ldi.